Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun 2025-yil 30-may sanasi. Bugun biz sizga xirmon uzumiga avatar uzumini ko'k payvand qilganimiz natijalari haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va qaysi oyda ko'k payvand qilgan natijasi yaxshi bo'ladi, qaysi oyda natijasi yaxshi bo'lmaydi. Shular haqida ham gapirib o'tamiz. Biz shu yil buni sinovda o'tirib ko'rdik. Xullas, aprelning boshlarida, 2025-yil aprel oyining boshlarida mana shu yerdan xirmon uzumiga avatar uzumi ko'k payvand qilib ulaganmiz mana shu joydan. Natijasi juda ham zo'r. 1 metrdan ziyodroq o'sib qoldi. Hatto mana bechkalari ham 1 metrga yaqinlashib qoldi. Bechkalar ham ketdi. Effekti natijasi juda ham zo'r ekan. Mana bu 30-40 sm kelgandan keyin ulagan joyimizni qaytadan qisqa ham bo'lsa yozdirib kelinkasini qaytadan bog'ladik. Mana buni qisib qolmasligi uchun navda yiriklashadi tutib ketgandan keyin. Mana aprel oyining boshlarida xirmon uzumini avatar uzumiga ko'k navdasini ulaganmiz mana shu yerda. Natijasi juda ham zo'r. Endi bo'lsa mana bu yerda aprel oyining 30-sanalarida ulaganimiz bor. Bu salkam bir qarsh kelib qolgan. Aprelning oxirlarida ulaganmiz chamaz. Natijasi unchalik yaxshi emas. Keyin mana bu yerga Lamborghini ulaganmiz. Bu may oylarida 10-sanasida, may oyining 10-sanasida ulaganmiz. Quruq ham qolmadi yoki tutib ham ketmadi. Mana bu yerlardan ulaganmiz. Mana bu Husaynga ulaganmiz buni. Husayn uzumiga avatar ko'k navdasini mana shu yerda ulaganmiz. Buni ham qaytadan 30 sm tutib ulagan joyidan qaytadan yozdirib bog'laganmiz. 30 sm mana bu o'sgandan keyin bir qarashdan bostirib o'sgandan keyin kelinkasini qaytadan yozdirib siqib qo'ygan bo'lsak, siqmasdan olib qo'yganmiz. Shamolda sinib qolmasligi uchun yaxshi bitib ketguncha kelinkasini qarshi kengaytirib boraverasiz. Mana buni ham natijasi zo'r. Bu ham aprel oyining boshlarida ulangan. Mana bo'lsa, mana bu shoxasiga aprel oyining oxirida ulaganmiz. Buning natijasi unchalik yaxshi emas, bir qarsh kelgan. Bu esa 1 metr kelib qolgan. Mana bechkalab ham ketgan. Kuchi zo'rligidan, natijasi zo'rligidan. Mana bu ham shu aprel oyining boshida ulaganmiz mana buni ham. Natijasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana may oyiga o'tib ko'k payvand qilish mumkin deyshadi. Ha, mumkin, lekin natijasi yaxshi bo'lmaydi. Hali endi tutib, endi uyg'onyapti. Bir qarish ham kelmagan. Demak, aprel oyining boshlarida uzumni ko'k payvand qilsak, natijasi juda yaxshi bo'lar ekan. Mana bu ham shu may oyiga o'tib turib ko'k payvand qilingan uzum. Bir qarish o'smagan. Kelsa 10 sm kelar. Mana bakana bechkalarni tagidan chiqqan yog'och shoxasini olib boramiz. Mana bu yoqda ham bor. O'zlaringiz ko'rib xulosa chiqarasizlar. Bu ham may oyining 15-sanasida ulaganman buni. Sinab ko'rish uchun qaysi oyda ulasak yaxshi bo'lar ekan deb. Endi uyg'onyapti. Tutgan, lekin endi uyg'onyapti. 200 sm chiqar yo chiqmaydi. Ko'rdingizmi? May oyida ko'k ulaganning natijasi bu. Mana bo'lsa aprel oyida ulaganmiz buni. Oxirrog'ida bu bir qarishdan ziyodroq kelgan, 2 qarish ham kelgan. Mana bu ham shu aprel oyining boshlarida ulaganmiz. Sinab ko'rish uchun qaysi oyda ulasak yaxshi bo'lar ekan deb. Endi uyg'onyapti. Tutgan, lekin endi uyg'onyapti. uyg'onyapti. May oyida ko'k payvand qilganning natijasi bu. Mana bo'lsa aprel oyida ulaganmiz buni. Oxirrog'ida bu bir qarishdan ziyodroq kelgan, 2 qarish ham kelgan.
Demak, mana bu ham may oyida ulanganmiz. May oyida ulanganlarim natijasi juda yaxshi emas. Aprel oyida ulanganlarimning natijasi juda ham zo'r. Demak, xullas o'zingiz xulosa chiqarasiz. Bularni ko'rib turib, menimcha aprel oyining boshlarida uzumni ko'k payvand qilsa, natijasi ham juda zo'r bo'lar ekan, narxi ham pishib qolar ekan. Bu kuzakka deydi, mana bu narxi pishib qolishi kerak. Mana bu narxi pishsa, kelasi yil yaxshi hosil beradi. Mana bu uzum bo'lsa, kech payvand qilingan mana. Aprel oyining oxirida, mayning boshlarida payvand qilingan bu. Buning natijasi juda yaxshi emas. Bu narxi pishib qolishi ham qiyin. Hosil berish ham qiyin bo'ladi kelasi yil. Demak, o'zingiz xulosa chiqarasiz. Qaysi oyda uzumni ko'k payvand qilmaslikni bu videoni ko'rib turib o'zingizga yaxshi xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Albatta biz xursand bo'lamiz. Sizga bir foydamiz teggan bo'lsa, bizga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang. Ishlarimiz ko'p bo'lgan videolarni kam chiqaryapmiz. Siz obuna bo'lib like bosib tursangiz, xudo xolasa bundan ham yaxshiroq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Yaxshi salomat bo'ling.